Bilasanmi, ne zardor ishlari yurishmaydi? Nimaga? Qo'li shoshib ish qilgandan keyin o'xshamaydi. Ya kallasi zo'r ishlaydi, gap yo'q. Lekin o'rtoq, shoshib qilingandan keyin любой biznesing xuliydi-da. Kecha qo'shnim chiqibdi. Ha. Biznes qilmoqchiman, burger ochib, pul berib tur deydi. Bermadim. Pulim bo'lgandan bermas edim, o'rtoq. Nimaga? Oldin qilmagan shu. Qilmasdan turib yopishsang xuliydi-ku bunaqa biznes. Odamzod qo'lingdan keladigan ish qil, to'g'rimi, o'rtoq? Ana, ko'rsan, umuman noto'g'ri joyga qo'ygan. Nimaga? Bunaqa narsalarni parkka qo'ymaydimi? Odam ko'p joyga qo'ymaydimi? Qaragan, ishti yo'q. Suvda bo'ladimi shunaqa? Ish ko'zini bilmaydi, og'ayni. Mana qara, o'zingdan boshqa hammani aybini bilasan-a? Qanaqa qilib? 31 ga kirgansan, hech narsaga erishmagansan. Ularga ketkizgan vaqtingni o'zingga sarflaganingda, balki qanaqadir yutuqqa erishgan bo'larding. O'rtoq, odam o'zini aybini tan olib, to'g'rilasa o'sadi. Birovlarning aybini topib emas.